Lacetti 108 zavod bo'lmay qolgan. Zavod qilish uchun astoydil ishlashgan. Qo'ldan kelgancha harakatini qilgan. Lekin effekt bo'lmagan. Xullas zamon o'chganda biznesos ishlab to'xtayapti. 3 sekund, 5 sekunddan keyin ishlab to'xtayapti. Shu intervalni ishlash davom etyapti. Lekin switchida iskra yo'q, bobinada. Kalta buraganda satr aylanyapti, lekin biznesosga reaksiya yo'q. Kasal nimadan chiqyapti? Biz ham buni kasalni 1 soatcha qidirdik. Oxiri mana nimadan chiqyapti. Kompyuter remont qilingan. Remont qilinganda ham juda chiroyli yopib berishdi, mana shu ko'rishda. Germetik qilinmagan. Ochiq qolgan kontaktlar. Mana kasal xatda. Xullas, kompyuter remont qilinganda mana shu oyoqchalar alishgan. Mana shu o'rtadagi 2-3 ta kontakt uzilib ketgan. Bu nima hisobiga? Pak yaxshi qilinmagan. Mashina uzoq muddat ishlagandan keyin ba'zi kontaktlarga ham nagruzka tushadi. O'sha kontaktlar erigan va uzilib ketgan paykasidan. Mashina to'g'rilab, xudo xolasa yaxshilab yopib, germetik qilib yig'ib olsak bo'ldi, xudo xolasa.